Assalomu alaykum. Yurtimiz kuzatuvchilari. Biz mana Ertosh dam oladigan joylarga keldik. Yangi telefon ishimizni boshlagandik. Rasmlardan tekta tashlagandik, lekin video syomka qilib tashlaganimiz yo'q edi. Mana endi bugun to'liq obzorini qilib beramiz. Ko'cha tomoni ko'rinishi. Xolasa mana choklar ideal qilib. Orqa tomonlarigacha bular to'la. Derazalar ichlarigacha chiroyli qilib qilindi. Yo'llar mana. Mana shu holatda qilib mana shu usta keladi. Bizlar bitirish shu ishda. Yaxshilab e'tibor berasizlar mana. Ko'chaklari ham ideal holatda chiqqan. İçlarigacha bir xil bo'lib. Chiroyli bo'lib chiqqan. Tepasiga alohida fason qilib, pastiga so'kiliga alohida fason qilib chiqarilgan. Holatlari. Tomonlarigacha mana qashli manzaralar o'ta go'zal. Tomonlari mana ideal holatda qilib, hammasi eshikni oralarigacha, ichlarigacha so'kil bir xillikni saqlab qo'ygan holatda chiroyli qilib chiqardik. Bu yonboshlarigacha bo'lgan buni ham. Yonboshlari ham chiroyli qilib ideal qilib chiqarilgan bu tomoni ham. Yaxshi ko'rinmayapti hozir o'tgan. Holat zo'r. Ketganchida. Dam olishga ham juda zo'r joylar lekin. Mana shu holat orqalari bilan ishimizni topshirib tugatdik va nihoyat. Hozir endi instrumentlarimizni yig'ishtirish uchun keldik alohida. Shunga syomka qilib tashlab qo'yapmiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqa chiqaverasizlar.